Bugun 20-noyabr 2025-yil. Godzilla akkaunti bankga kirganligiga roppa-rosa 1 yil bo'ldi. Shuningdek, kontentga to'laqonli kirib kelganimga ham 1 yil bo'libdi. Men kontentning asosiy qismini akkaunt bankga kirgandan so'ng boshlaganman. Ayni vaqtda akkauntim bankga kirganligidan hech ham afsuslanmayman, chunki bu mening kontent qilishimga asosiy turtki bo'lgan. Va 1 yil ichida hech qanaqa hayplarsiz, kirinishliklarsiz, aldovlarsiz 74 mingta auditoriya. Pul bu topiladigan narsa. To'g'ri, ko'p kuch, jismoniy harakat talab etadi, lekin odamlarning ishonchiga qay tarzda va ularning fikrida qanday nom qoldirish bu undan ham muhim narsa. Hozirgi kunda esa aktivim sezilarli darajada anchagina pasaygan. 4 oy oldin atiga 4 kunda ichida 60 mingtadan 70 mingtaga o'tganimdan keyin shu yil hisobida 150 mingta balki 200 mingta ham bo'larman deb niyat qilgandim, lekin hozirgi kunda 100 mingta ham bo'lishiga shans qolmayapti. Sababi to'g'ri yo'nalishdagi kontentlar odamlarga hech qachon qiziqmay qoldi. Ularni qiziqtiradigan kontentlar esa kirinchliklar, bir-biriga bezib tashlash, har xil hayplar bo'ladi. Va men hech qachon bunaqa yo'lga kirmayman, chunki meni faqatgina sizlar emas, uydagi ota-onam va qishloqdagi qarindoshlarim ham kuzatadi. Agar shu yergacha barcha gaplarimni eshitgan bo'lsangiz, meni hurmat qilganingizdan juda xursandman. Hammalarga kattakon rahmat.